3 bo'ldi. 33 qop bo'ldi akalar mana 2 tonnaga 34 qop bo'ldi. 2 tonnaga mo'ljallanyapti aka. 35 ketdi akalar. Yana 5 qop yuklaymiz. Hozir 1,5 tonnani ko'tarib ko'rdik. Orqasidan mana 2 tonnani mana tal orqali ko'taryapmiz akalar. 37, 38. 37 mi? Qarang, ikkalasini mana bunaqa tashlang, bitta, ikkita, uchta. 38 ikkita qop. 38 ikkita qop. Tushib ketmasin akalar. O'zi bitta adashmovchilik bo'ldi, 40 ta oldi, mayli-yu. 40. Trosni aylantirib qo'yinglar, siganib ketadi. 40 tonna bo'ldi. 40 dona bo'ldi, 2 tonna bo'ldi akalar. Hozir mana ko'taramiz sal orqali. Onun trosni qopda aylantirib qo'ying, xaltadan. Mana akamiz sanayapti. Ha, bu xijolat yo'q. Nimasi yo'q, qochadan joyi yo'q. Torting usta, torting. Turba yarasa bo'ladi, turba yarasa. Ha, ko'taravering aka, osh ko'tarilyapti. Lisasi ketmasa bo'ladi. Aka o'zini ustiga chiqib ko'tarsangiz ham mayli, Asamjon aka. Tagiga oling, ustiga chiqib olsangiz ham oson bo'lasiz. Qiynalmang. Shotini olib qo'ysanglar ham mayli, tirab turdi degan gap kerak emas aka bu ham. Shuni tushirib qo'yib turinglar. Nari qilib ustiga chiqarib qo'ying bo'ldi aka, ustiga. Hozir yana yechamizda buni. Bo'ldi ana. Shot akalar mana uzildi shot. 70 kg olman dedi. Bo'ldi aka, mana o'sha yerdan uzilyapti. Ha? Tepalar mana akalar. Shot ushlagan yo'q. Yo'q, anu nimalarda aka, mana burchoy holat aka. Yerdan bir qarz ko'tarib bering. Sentrda turibdi akalar. Ketdi. Aha, tortavering. Akalar mana o'ynab turib ko'tarilyapti. Ko'tarilgan holat mana. torting. To'ri burchoy ham ko'tarildi. Mana bu g'ish yo'q hisobi, avval qo'yilgan edi. Oling. Ya, ozroq ko'taring. Uchta bir tagi ko'rinsin-da.